YouTube kanalida Favnali Boboni kunda kuzatib boruvchi obunachilar, mana xudo xolasa 14-yanvar sanasida ona ko'chatlarimiz Qashqadaryoga dastlabki qilyapmiz do'stlar. 14-yanvarda turgan onalar juda shirin, ancha shirin onalar bu paygacha turmaydi, ichi jigarib qoladi. Lekin mana quvani eng zo'r onalar Qoraboy degan onalar mana xudo xolasa e'tiborga turaveradi. Akamiz videolarimizni kuzatib borib, mashina zakaz qildi. Tomillarni o'rab do'stlar 1000 dona xudo xolasa chiqaryapmiz. Keyin bizda Xitoy X185 yupqa post yong'og'i ham bor do'stlar. Mana undan ham bir 50 dona beryapmiz do'stlar. Xitoy X185 yong'og'i. Juda yupqa post bo'ladi. O'zbekiston sharoitiga chetdan kelgan yong'oqlar ichida eng yaxshi moslashgan yong'oq shu bo'ladi do'stlar. Qo'llar chaqalar yupqa post do'stlar. Mana onalarimizni bitta baho berasizlar. Onadan boqmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqsalar, xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab qo'shni respublikalarga dastlabki xizmatlarni olib boramiz do'stlar. Uni juda yirik bo'ladi. Quvani eng mashhur onalardan biri Qoraboy do'stlar. Ko'chatlari mashhur holatda mana. Qashqadaryoga ketyapti. Bizning kanalda juda ko'p yaxshi va yangiliklarni kuzatib borlar, tashlab boramiz do'stlar. Sog' bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar.